Ol o'rtoq, bugun bir mazza qilaylik. Dadil yesang-chi og'ayni. O'rtoq, iloji bo'lsa shu ovqatlardan qolganini uyga olsam dotidi. O'zi qornim ja och emas. Isrof bo'lmasin deyman-da. Og'ayni, uydan chiqayotganingda hammasini eshitdim. Adasi uyda hech nima qolmabdi. Tuxum, sariyog' yo'lda tursin, non ham yo'q. Bilaman, hozir imkoniyatingiz yo'q. Mayli, men chidayman, lekin bolalarimiz uchun bir burda non bo'lsa ham olib oling, iltimos. Faqat siqilib qolmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'rtoq, meni kechir. Mol dunyoyim bo'lib turib, sendan xayrli xabar ololmadim. Sen ham indamaganingni qara. Bir og'iz menga yetsang bo'lardi-yu. Unaqa dema, do'stim. Qanchadan qancha yordam berding. Farzandli bo'lganimda to'yimgacha o'zing ko'tarding-ku. Hamma narsani chegarasi bor-da. Odam xijolat bo'ladi har safar aytirishga. Xijolat bo'ldingmi? Sen qanaqa odamsan o'zi? Kimsan o'zi og'ayni? Qara, sen to'yib ovqatla, uyingga ham olib boramiz o'rtoq. Osh, shashlik, qozonga oplardan olib boramiz. Bozorli ham qilib qo'ydim, mashinamda turibdi. Hozir bu yoqdan chiqib, ro'zg'orni uyingga tashiymiz o'rtoq. Endi bundan buyog'iga men bilan ishlaysan. Bilasan, buxgalterga yolchimaganman. O'zi nima men bilan ishlamaysan, og'ayni, necha marta aytdim o'zanga? Og'aynimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman-da. Endi hech narsadan kam bo'lmaysan o'rtoq. Va'da beraman. Mol dunyo topmadim-u, lekin dunyolarga alishmaydigan do'st topdim. Boringga shukr.